Jahonda g'am yema qo'lingdan kelsa. Yaxshimas, bor yo'qdan dil dardga to'lsa. 5 kunlik dunyoda shodlikla yeb ich, bir don yutolmassan, xazinang bo'lsa. Biz kelib ketuvchi to'garak jahon, na boshi ma'lum, na so'nggi ayon. Hech kimsa rostini aytib berolmas. Qayerdan keldik-u, keturmiz qayon. Ushbu misralar Umar Xayyom qalamiga mansub bo'lib, bu she'rlarni rahmatli Iblis ustasi Sanjar Sa'dullayev taqdimida ko'p eshitganmiz. Biz ham urinib aytib ko'rishga harakat qildik. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib ketasiz degan umiddaman.